Dunyo bu hafta teskari kontrastni namoyon etdi. Anchadan beri iqtisodiy imkoniyatlari bilan maqtana olmayotgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va nihoyat buning imkonini topdi. Sankt-Peterburgda katta tantana. Ammo bu galgi tadbir 9-maydagi kabi osoyishta o'tmadi. Ukraina dronlari aynan shu shaharning ustida parvoz qildi. Jimgina emas albatta. Kiyev rahbari Vladimir Zelenskiy urushni erkakchasiga hal etmoqchi. Cho'zilib ketgan urush intihosi yaqin ko'rinadi. AQSh va Isroil Livanda tinchlik o'rnatishga urinmoqda, ammo Tel Avivning shartnomalarga sobitligi Hizbullohni charchatgan ko'rinadi. Bu safar u ochiqchasiga rad javobi beryapti. Yaqin Sharqda urush alangasi nega o'chmayapti? Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik kengashiga saylovlar bo'lib o'tdi. Natijalar kimlarnidir xursand qilsa, boshqalarni cho'chityapti. Markaziy Osiyoning manfaatlarini himoyachisi sifatida Qirg'iziston katta maydonga chiqayotgan bo'lsa, Isroil va G'azo genotsidini ochiqdan-ochiq qo'llab kelayotgan Germaniya bu gal Xavfsizlik kengashining tarkibidan tushib qoldi. Xo'sh, Yevropada ham Isroilga nisbatan salbiy kayfiyat tarqalyaptimi? Bu hafta e'tibor markazida yana Rossiya, yana Putin. Joriy yilning 3-6 kuni Rossiyaning norasmiy ikkinchi poytaxti sanalmish Sankt-Peterburgda katta xalqaro forum tashkil etildi. Ko'lami jihatidan Jahon iqtisodiy forumi bilan tenglashtiriluvchi ushbu forumda bu gal ham 130 dan ortiq davlatdan 20 mingga yaqin mehmon ishtirok etdi. Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi yiliga bir marta o'tkaziladigan ulkan yig'ilish bo'lib, 1997-yildan beri davom etib keladi. Dastlab ushbu yig'in Sovet ittifoqi ganidan so'ng xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va Rossiyani xalqaro iqtisodiy tizimga integratsiya qilish maqsadida tashkil etilgan edi. Keyingi 13 yillik ichida u Moskva uchun global tartib bo'yicha o'z qarashlarini taqdim etish va xorijiy sheriklar bilan siyosiy aloqalarni mustahkamlash maydoniga aylandi. G'arb sanksiyalari va ko'plab Yevropa bozorlarini yo'qotganidan so'ng Rossiya savdo va investitsiyalarni Osiyo, Afrika hamda Janubiy Amerikadagi yangi sheriklarga yo'naltira boshlagandi. G'alaba kunini-ku eplab o'tkazib olishgandi, ammo bu galgi forum bunday tinch o'tmadi. 3-iyun kuni ertalab Ukraina dronlari Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri, Kronstadt, shuningdek Kiyev va Krasnoselskiy tumanlaridagi infratuzilma obyektlariga hujum qildi. Hujum oqibatida Rossiyaning Boltiqbo'yi mintaqasidagi eng yirik suyuq yuklarni qayta yuklash terminallaridan biri Peterburg neft terminalida yong'in chiqdi. Leningrad viloyati gubernatori 59 ta dron urib tushirilganini ma'lum qildi. Pulkovo aeroportida samolyotlarni qabul qilish va jo'natishga cheklovlar joriy etilgan. Shunga qaramay forum rejalashtirilganidek davom etdi. Bu yilgi forumning eng diqqatga sazovor jihati AQShning rasmiy delegatsiyasi 8 yillik uzilishdan so'ng ilk bora forumda qatnashgani bo'ldi. Ammo bu galgi AQSh vakillari chinakam iqtisodiy yoki siyosiy masalani hal qilish uchun emas, shunchaki yo'qlamadan o'tish uchun kelganga o'xshaydi. Tramp tomonidan tayinlangan Amerika delegatsiyasi rahbari AQSh tasviriy san'at komissiyasi raisi Rodney Mims-Cook Jr. bo'lib, u Rossiya-AQSh madaniy muloqot nomli sessiyasida qatnashdi. Bundan tashqari Xitoy, Braziliya, O'zbekiston, Mo'g'uliston, Laos, Filippin, Shimoliy Koreya va boshqa ko'plab mamlakatlardan delegatsiyalar keldi. Saudiya Arabistoni ikki mamlakat o'rtasidagi diplomatik munosabatlarning 100 yilligini nishonlash munosabati bilan forumda maxsus mehmon maqomini oldi. Shuningdek, xalqaro tashkilotlar, jumladan Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi, Neft eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti, Gaz eksport qiluvchi mamlakatlar forumi va BRICSning yangi taraqqiyot banki rahbarlari ham qatnashishi ma'lum qilingandi va ular rostdan ham ishtirok etdi. Iqtisodiy shartnomalar bo'yicha forumda jami 6,5 trillion rublik bitimlar imzolandi. Asosiy hujjatlar energetika, transport, infratuzilma, qishloq xo'jaligi va neft-gaz kimyo sanoati sohalarida imzolangan bo'lib, ulardan eng yiriklari Rossiya bilan Indoneziya o'rtasidagi 2 milliard yevroga teng investitsiya platformasi shartnomasi hamda O'zbekistonda kelgusida quriluvchi AES loyihasi bo'ldi. Shu sababdan ham O'zbekiston uchun bu forum ayniqsa muhim ahamiyat kasb etdi. Putin va Mirziyoyevning uchrashuvida O'zbekistondagi integratsiyalashgan atom
elektr stansiyasining birinchi energiya blogi qurilishiga start berildi. Konstantin saroyida bo'lib o'tgan tadbir bu ikki davlat rahbarining so'nggi paytlardagi 3-chi yuzma-yuz uchrashuvi bo'ldi. Loyiha tarkibiga VVR Ming reaktorlari asosidagi ikkita katta quvvatli energiya blok va har birining quvvati 55 megawatt bo'lgan ikkita Ritem 200N reaktordan iborat kichik bloklar kiradi. Rossiya tarafining ta'kidlashicha, bu loyiha noyobdir. Ilk bor bitta maydonda kichik va katta quvvatli AESlar barpo etilyapti. Biz siz bilan muntazam aloqalarni saqlab kelmoqdamiz va muhokama qiladigan mavzularimiz doimo yetarli. Chunki munosabatlarimiz ko'lami tinimsiz kengayib bormoqda. Bu o'zaro investitsiyalarga ham tegishlidir. Rossiyaning O'zbekistondagi sarmoyalari jadal sur'atlar bilan o'sib bormoqda va yaxshi dinamikaga ham ega bo'ldi. Eng muhimi, har ikki yo'nalish ham mamlakatlarimiz manfaatlariga xizmat qilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa 5-iyun kuni Peterburg xalqaro iqtisodiy forumining yalpi yig'ilishida Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalar haqida gapirar ekan, Moskva vaqt sinovidan o'tgan strategik sherik ekanligiga alohida urg'u berdi. Дамы и господа, Россия для Узбекистана. O'zbekiston uchun Rossiya shunchaki mintaqaviy qo'shni emas, balki vaqt sinovidan o'tgan strategik hamkorimiz va ittifoqdoshimizdir. И союзник. Hozirgi vaqtda Markaziy Osiyoning 5 ta davlatidan hech birida AES mavjud emas. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston mintaqada atom energetikasini o'zlashtirishda peshqadam bo'lish yo'lini tutmoqda. 4-iyun kuni Zelenskiy Putinga ochiq xat yo'lladi. U oddiy diplomatik murojaat emasdi. Bu puxta hisob-kitob bilan tuzilgan siyosiy hujum edi. Vaqt tanlovi ham, tashlanish nishoni ham bejiz emas. Xat Sankt-Peterburgga Ukraina dronlari hujum uyushtirganidan bir kun o'tib e'lon qilindi. Bu paytda aynan o'sha shaharda Putin jahon rahbarlari bilan iqtisodiy forum o'tkazayotgan edi. Boshqacha aytganda, avval dron yuborib, kuchingni ko'rsat, keyin xat yo'llab, tinchlikni taklif qil. Bu urush diplomatiyasining eng nozik ko'rinishi. Maktubda Zelenskiy butun front chizig'i bo'ylab o't ochishni to'xtatish va ikki prezidentning neytral hududda Shveysariya, Turkiya yoki arab davlatlaridan birida yuzma-yuz uchrashuvini taklif qildi. Monitoring vazifasini AQSh zimmasiga yuklashni ham aytdi. Bundan tashqari u hammaga tamoyil asosida asirlar almashinuvini va olib ketilgan barcha tinch aholi hamda bolalarni qaytarishni taklif qildi. Zelenskiy xatda Putinga yaxshigina psixologik bosim ham qilgan. Siz Koreya Xalq Demokratik Respublikasidan yordam so'rashga majbur bo'lgan birinchi rus hukmdorisiz. Rossiya Xitoyga qaram bo'lib qolmoqda. Xat tahdid bilan yakunlandi. Agar urush davom etsa, Putin o'z shaxsiy mavjudligi uchun kurashishga majbur bo'ladi, deb yozdi Zelenskiy. Putinning matbuot kotibi Peskov jurnalistlarga xatni o'qiganini, ammo Putinga hali ko'rsatilmaganini ma'lum qildi dastlab. So'ng Kremlning rasmiy javobi ham berildi. Zelenskiy istalgan vaqt Moskvaga kelishi mumkin, deyildi unda, doimgidek. Keyinchalik Putinning o'zi ham javob berdi. U xatda ancha qo'pol iboralar bor dedi va Zelenskiyning maqsadini shubha ostiga oldi. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это Bu yuzma-yuz uchrashuv uchun sharoit yaratish maqsadidami yoki aksincha, bunday uchrashuv bo'lmasligi uchunmi? Menimcha ikkinchisi. Harbiy harakatlar albatta bir kun kelib tugaydi. Biroq bu biz o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarga erishganimizdan keyin sodir bo'ladi. нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. Menimcha Zelenskiyning xati faqat Putinga emas, balki ancha kengroq auditoriyaga mo'ljallangandi. Ya'ni Putinning ichki doirasi, urushdan tobora charchayotgan rus elitasi va hatto oddiy rus fuqarolariga ham yo'llangandi bu maktub. Qolaversa, urushni tugatish taklifining o'zi ko'zlangan maqsadning yarmi bo'lishi mumkin. Ikkinchi maqsad, dunyo nigohida Kiyev yana bir bor muzokaralarni taklif qiladi, lekin rad javobini Moskva beradi. Omma shunga qarab xulosa chiqaradi. Ayyorona yurish. Bu diplomatiyaning juda nozik qatlami. Zelenskiy yo'q degan javobni olishni bilgan holda xat yozadi, lekin maqsad aslida ham ha degan javobni olish emasdi. 2024-yil noyabrda AQSh va Fransiya vositachiligi bilan imzolangan Isroil-Livan sulh bitimining muddati 2026-yil 2-martda tugashi kerak edi. Ammo undan oldin, yodingizda bo'lsa kerak, 2026-yil 28-fevralda Isroil va AQShning Eronga zarba berganining ertasiga Hizbulloh hujumlarini qayta boshladi va Livan yana bir bor urush girdobiga tortildi. Yangi to'liq qurolli mojaroning boshlanishi bilan tomonlar o'rtasidagi keskinlik o'ta murakkab diplomatik labirintga aylandi. Livan bir vaqtning o'zida
o'rtasida bir necha o'yinchi hukumat, Isroil, Hizbulloh, AQSh va Eron uchun jang maydoniga aylanib qoldi. Shu yilning 1-iyun kuni AQSh davlat kotibi Marko Rubio Isroil va Livan o'rtasidagi mojaroni yumshatishga qaratilgan yangi tashabbuslarni ilgari surdi. U so'nggi 48 soat ichida Livan prezidenti Jozef Aoun va Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu bilan muzokaralar o'tkazdi. AQSh taklifiga ko'ra, birinchi bosqichda Hizbulloh Isroilga qarshi barcha hujumlarni to'xtatishi, bunga javoban Isroil ham Bayrutga nisbatan harbiy harakatlarni kuchaytirmaslik majburiyatini olishi kerak edi. Livan prezidenti Jozef Aoun AQShning sulh taklifini qo'llab-quvvatlayapti. Livan parlamenti spikeri Nabih Berri esa Hizbulloh o't ochishni to'xtatish rejimiga rioya qilishini bildirgan. Biroq sulhning dastlabki qadamlari bo'yicha mas'uliyatni Isroil zimmasiga yuklagan. AQSh ma'muriyati vakili Hizbulloh Eron siyosatiga ergashayotganini va mojaroning davom etishidan manfaatdor ekanligini ta'kidlagan. Uning fikricha, Eron Livandagi vaziyatni cho'zish orqali keyinchalik mojaroni hal qilishdagi rolini namoyish etishga urinmoqda. Isroil va Livan Hizbulloh hujumlarini to'xtatish sharti bilan o't ochishni to'xtatish bo'yicha yangi kelishuvga erishdi. AQSh davlat departamenti buni rasmiy ravishda e'lon ham qildi. Kelishuvga ko'ra, Litani daryosidan Isroil chegarasigacha bo'lgan hududda Livan qurolli kuchlari to'liq nazoratni qo'lga olishi, Hizbulloh jangchilari esa bu hududlarni tark etish kerak edi. AQSh esa mazkur hududlarda davlatga qarashli bo'lmagan qurolli tuzilmalarsiz xavfsizlik zonalarini tashkil etish jarayoniga ko'maklashishni o'z zimmasiga oldi. Ammo bitim e'lon qilinishi hech narsani real vaziyatda o'zgartira olmadi. Qon to'kilishdan to'xtamayapti. 3-iyun kuni Isroilning janubiy Livanga bergan zarbalari oqibatida kamida 9 kishi halok bo'lgan. Hizbulloh esa shimoliy Isroilga raketa hujumlarini amalga oshirishda davom etyapti. Yangi kelishuv aprel oyida erishilgan sulhning bir necha bor buzilishi ortidan qabul qilingan aslida. Bu esa diplomatik kelishuvlar bir parcha qog'ozda qolib ketayotganini ko'rsatadi. Negaki asosiy o'yinchilardan biri Hizbulloh 3-iyun kuni AQSh vositachiligida Isroil va Livan o'rtasida kelishilgan yangi o't ochishni to'xtatish bitimini qabul qilishdan bosh tortdi. Guruhning ham bunga yetarli sabablari bor albatta. Guruh yetakchisi Naim Qosim janubiy Livandan jangchilarni raqib tomonga yon berib olib chiqish talabi taslim bo'lish va mag'lubiyat bilan teng ekanini aytdi. U muzokaralarni bema'ni, kamsituvchi va haqoratli deb atadi. لن أقيم أداء الدولة وإنما Biz faqat to'liq tajovuzni to'xtatish, o't ochishni to'xtatish va Isroilning chekinishini talab qilamiz. Qishloqlarimiz xavfsiz bo'lmaguncha Isroilning shimoli ham xavfsiz bo'lmaydi. أصبح كبيرا. Eron ham Livandagi mojaroni hal etishni AQSh bilan bo'ladigan har qanday kelishuvning asosiy sharti sifatida ilgari suryapti. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining Quds kuchlari qo'mondoni Ismoil Qoniy nafaqat o't ochishni to'xtatish, balki Isroil qo'shinlarini urush boshlanishidan oldingi pozitsiyalariga qaytarishni ham talab qilyapti. Shunga qaramasdan Livan bosh vaziri Navof Salom Livan armiyasi Hizbulloh ham Isroil ham bo'lmagan tajriba xavfsizlik zonalarida joylasha boshlashini e'lon qildi. O't ochishni to'xtatish rejimlari bir necha bor e'lon qilinganiga qaramay janglar davom etyapti. Livandagi janglar boshlanganidan buyon 3,5 mingdan ortiq kishi halok bo'lgan, 1,2 milliondan ziyod odam uyini tark etishga majbur bo'lgan. Isroil esa 27 nafar harbiy va 3 nafar tinch aholi vakillarini yo'qotganini bildirgan. Tomonlar 22-iyun kunida yana muzokaralar o'tkazishi va keng qamrovli tinchlik kelishuviga erishish imkoniyatlarini muhokama qilishi rejalashtirilgan. Ammo Hizbullohning qat'iy rad javobi va mintaqadagi asl vaziyat bu muzokaralarning ham nechog'li samarali bo'lishiga shubha uyg'otyapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi 15 a'zodan iborat. Ulardan 5 tasi AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Rossiya va Xitoy doimiy a'zo bo'lib, veto, ya'ni har qanday qonun loyihasini rad etish huquqiga ega. Qolgan 10 o'rin esa muvaqqat a'zolarga tegishli bo'lib, ular 2 yillik muddatga saylanadi. Veto huquqi bo'lmasa-da, ularda muvaqqat a'zolar muzokaralar jarayonini shakllantirish va o'z mintaqalariga tegishli muammolarni e'tiborga olinishda muhim rol o'ynaydi. Muvaqqat a'zolar Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasida yashirin ovoz berish orqali saylanadi va buning uchun a'zo davlatlarning 3dan 2 qism ko'pchilik ovozi zarur. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi 2027-2028-yillar muddatiga Avstriya, Zimbabve, Portugaliya, Trinidad va Tobago hamda tarixda ilk bor Qirg'izistonni Xavfsizlik kengashining muvaqqat a'zolari etib sayladi. Qirg'iziston Osiyo Tinch okeani guruhidan o'rin uchun 4 ta yashirin ovoz berish turida Filippin bilan keskin kurash olib bordi va 142 ovoz to'plab
49 ovoz olgan Filippinni mag'lub etdi. 1991-yilda mustaqillikka erishganidan buyon birinchi marta Qirg'iziston Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining muvaqqat a'zosi sifatida saylandi. Yangi muddat 2027-yil 1-yanvardan boshlanadi va 2028-yil 31-dekabrgacha davom etadi. Bu Markaziy Osiyodan 10 yildan ko'proq vaqt o'tgach kengashga qaytishdir. Avvalgi safar mintaqadan Qozog'iston 2017-2018-yillarda o'rin egallagan edi. Qirg'iziston uchun bu oddiy diplomatik natija emas, bu o'nlab yillar davom etgan sa'y-harakatlarning mevasidir. Prezident Sadir Japarov dunyo rahbarlarini Qirg'izistonni qo'llab-quvvatlashga chaqirgan va hech qachon kengashda o'tirmagan davlatlarning vakilligini kengaytirish zarurligini ta'kidlagandi. Tashqi ishlar vaziri Jeenbek Qulubayev esa Birlashgan Millatlar Tashkilotini Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasidan doimiy a'zolarni ko'paytirish yo'lida islohotlar o'tkazishga chaqirgan. Qirg'izistonning g'alabasi so'nggi oylarda Edil Baysalov AQShdagi elchi etib tayinlangach, kuchaygan diplomatik faollik bilan ham bog'liq deb ko'rilmoqda. Qo'shni mamlakatlar bilan solishtirganda ko'pincha xalqaro muassasalarda ko'rinmas bo'lib kelgan Qirg'iziston, Filippin kabi kuchli diplomatik an'analarga ega davlatning yengishi bu mintaqaning xalqaro maydondagi o'rni oshayotganidan darak beradi. Xuddi shu saylov kuni boshqa bir tarixiy natija yuz berdi. Faqat bu gal g'alaba emas, balki mag'lubiyatli holat. Germaniya Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashidagi muvaqqat o'rin uchun uyushtirilgan saylovda birinchi marta mag'lub bo'ldi. G'arbiy Yevropa va boshqa davlatlar guruhidan ikkita o'rin uchun raqobatlashgan Germaniya Avstriya va Portugaliyadan orqada qolib ketdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Jürgen Wadefull New York atrofidagi 80 ga yaqin ministr va elchilarga lobbichilik qilgan bo'lsa-da, u atiga 104 ovoz to'pladi. Raqobatchi Avstriya 131, Portugaliya esa 134 ovoz bilan Germaniyadan o'zib ketdi. 1990-yilda Germaniya birlashganidan buyon mamlakat har 8 yilda bir marta hech qanday to'siqsiz Xavfsizlik kengashining muvaqqat a'zosi bo'lib kelgan edi. Bu an'ananing birinchi marta buzilishi Berlinda katta siyosiy rezonans uyg'otdi. Germaniya tashqi ishlar vazirining o'zi ham mag'lubiyatning ikkita sababini ochiqdan oldi. Bulardan biri Rossiyaning Ukrainadagi urushga munosabati bo'lsa, ikkinchi, yanada qaltisroq sabab Isroilni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liqligi aytilmoqda. Quincy mas'uliyatli davlat boshqaruvi instituti ijrochi vitse-prezidenti Trita Parsi Germaniyaning Ukrainani qo'llashi bilan bog'liq argumentni keskin rad etdi. As an elected member on the council because of the Keling vaziyatga real yondashaylik. Germaniyaning Ukrainani qo'llashda bunga hech qanday aloqasi yo'q. Avstriya va Portugaliya Germaniyani yutgan mamlakatlar ham Ukrainani qo'llashda undan kam emas. It lost it to Portugal and Austria. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissari ofisining New Yorkdagi vakolatxonasi sobiq direktori Craig Moxber ham shu fikrni qo'llab-quvvatladi. Uning so'zlariga ko'ra, Germaniyaning Falastin masalasidagi Isroil hukumatini yoqlashi, G'azodagi genotsidni ko'r-ko'rona qo'llab-quvvatlashi Berlinga qimmatga tushdi. Xalqaro jinoyat sudi Isroil bosh vaziri Netanyahuga 2024-yilda hibsga olish orderi bergani va Xalqaro adolat sudi Isroilni genotsid harakatlaridan tiyilishni buyurganiga qaramay, Germaniya kansleri Friedrich Merz Isroilga tashrif buyurib, Netanyahu bilan uchrashgan edi. Merzning Isroilga safari vaqtida Germaniya G'azoda ishlatilishi mumkin bo'lgan qurollar eksportiga kiritilgan 3 oylik to'xtatuvni bekor qildi. Keyingi tekshiruvlar esa Germaniyadan Isroilga qurollar eksporti cheklovlar davrida ham davom etganini ko'rsatdi. Aslida Avstriya ham Yevropada Isroilning eng qat'iy tarafdorlaridan biri hisoblanadi. Biroq u kichikroq va harbiy jihatdan neytral davlat sifatida Berlinga yo'naltirilgan tanqidlardan chetda qoldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti saylov natijasi shuni ko'rsatdiki, hatto global g'arbda ham Isroilning bugungi jinoyatlari yaxshi kayfiyat bilan kutib olinmayapti. Germaniyaning diplomatik qulashini esa bunday bir yoqlama siyosatning badali sifatida talqin etish mumkin. Xo'sh, bu vaziyatga siz qanday baho berasiz? Fikringizni izoh bo'limiga yozib qoldiring. Aslida hafta davomida muhokama qilish mumkin bo'lgan mavzular juda ham ko'p sodir bo'ldi, ammo vaqt nuqtai nazaridan Qalampiruz jamoasi sizga eng muhimlarini ilindi. Siz ham bunga javoban videoga like bosing, yaqinlaringizga ulashing va Qalampiruzning ijtimoiy tarmoqlaridagi barcha sahifalariga obuna bo'ling.